Muhammed maşinamızın yılı neçe bunu? 2009 yıl. Motor kadar remontlangan, metana 4 tane paket boş balonu bu. Deflektorlar, Pioneer maytafonlar koyup turttu. Tayyor maşinamız 22 milyon so'm bo'lsa beraber 2009 yıl. Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilarimiz, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz. Bugungi videolarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan Premier avtosavdodagi mashinalarning narx-navolarini ko'rib o'tish bo'ladi. Bu quloqlarda qo'ldan kelsa ko'rsatib o'tamiz. Bugun sanani aytib o'tamiz. 2026-yil 9-iyun bo'ladi do'stlar. Ba'zan mashinalarni naqd bilancha so'm, kreditlarcha so'm chiqadi, yili nechik, proyektlar hammasini bu qadar qo'ldan kelsa savollari bilan ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Adresimizni tushuntirib o'tamiz. Adresimiz bilan tarafdan keladigan bo'lsangiz, To'rtko'l Hammazamni o'tib kelaverasizlar. Svetofordan o'tib kelgandan keyin svetofordan 300-400 metrdan keyin o'tganingizdan keyin o'ng qo'lingizda bo'ladi do'stlar. Urganch Beruniy tarafdan kelaverish bo'ladi. Yan tarafda Miskin Pobeda tarafdan kelish bo'ladi. To'rtko'l Bash bozorining oldida klubga kirib o'tgandan keyin ko'prikda o'tgandan keyin do'stlar chap tarafingizda bo'ladi do'stlar. 100 metrda o'tasizlar bundan. Do'stlar, ko'rib Premier avtosavdo shu nomerlarga bog'lansangizlar, chiroyli narxda yashirib beradilar mashinalarni do'stlar. Videomizni boshladik. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, so'rab qo'yamiz. Muhammed, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi, xormonlar? Muhammed, tabii bugun mashinalarımızın narxlarini, barter avamı, kreditlar çözümü çıkardı. Mashinalarni bir xato qo'ldan kelsa tanishtirib o'tsak. Obunachilar bilan salomlashib qo'ysangiz. Assalomu alaykum To'rtko'l xalqi, Premier avtosavdo obunachilari. Bo'lsa, boshladik aka. Bo'ldi. Shu birinchi Nexia'dan mashinamiz bu? Hava. Shu mashinamizni bir tanishtirsak. Mashinamiz 2010 yil ishlab chiqarilgan bo'lib, 4 ta yumshoq baloni bor. 4 ta yumshoq balonlari bor axir. Hava. Allohni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Sons motor bo'ladi, Polux mashinamiz. Ya do'stlar, metani bormi? Metani ham asasi bor. Salon qismidan ko'rsatib o'tamiz do'stlarni. Yurgani necha mashina? Yurgan kilometrlar 180 ming yurib turibdi. 180 ming yurib turibdi, to'g'rimi? Narxi necha so'm? Narxini va 32 milyon so'm pul aytamiz, aytilgan puldan qaytib kelishib beramiz. Yani 32 milyon so'm aytiladi. Aytilgan bahodan ham chiroyli kelishib beriladi, to'g'rimi? Kreditga chiqqan mashina. Gezalar gelishib hammasini tushuntirib beramiz. Ha, gezalar ustida tushuntirib, chiroyli berasizlar, to'g'rimi? Mashina barteri bormi? Mashina barteri bor. Yetetmasidan bir oy bor, to'g'rimi? Havo. Qarashga aytib beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa keyingi mashinani ko'rsatib o'tamiz. Keyingi mashinamiz haqida nazorat qilib ma'lumot bersangiz. 2013 yil ishlab chiqarilgan. 2013. Havo, Donus Pro 6 lyuks konditsioner bo'ladi. Lyuks konditsioner. Holatlari. Balonlar toza. Ne do'stlar, yo'q qurollarimizni. Do'stlar, salon qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Salon, yo'q qurollarimizni. Chiroyli yüzük ko'tdilar. Mashinamizni probegi necha yurgan? 130 ming probekda. 130 ming yurgan. Havo. Narxini kelsak, narxi 37 milyon so'mdan kelishib beramiz. 37 milyon so'mdan kelishib beriladi, to'g'rimi? Havo. Mashina barteri ham kreditdan chiqadi-ku mashina, to'g'rimi? Kreditdan chiqadi. 15-20 milyon so'm pul bor odam bo'lsa, kreditdan chiqarib beramiz. Ha, 15-20 milyon so'm bilan. Mana shu desa bank chiqadi. Nazorat qiladigan. Havo. Bank nasibi bilan kelishib, so'lashib chiqaradi, to'g'rimi? Havo. Metal ham mashina? Yuzlik metan. Yuzlik metani bor, to'g'rimi? Xo'sh, do'stlar, keyingi mashinamiz Spark bo'ladi. Muhammed, bu Spark haqida nazorat ma'lumot bersang. 2019 yil ishlab chiqarilgan. 2019. Havo. Ikkinchi pozitsiya bo'ladi. 4 ta yumshoq baloni bor. Ishara chexol poliki bor. 71 ming probekda. 71 ming yurib turibdi. Havo. Balon holatlarini ko'rib turibsizlar do'stlar. Salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Salon qismi ham toza turibdi do'stlar. Chexol poliki ham satan qolgan. Do'stlar, yo'q qurollarimizning. Mashinamizni yurgani probegi necha yurgan? 71 ming yurib turibdi. Ha, 71 ming yurib turibdi deding. Narxi necha so'm? Bahosini 80 milyon so'm aytamiz, kelishib beramiz. Bahosi 80 milyon so'm. Bundan ham tushib kelishib beriladi, to'g'rimi? Kreditda necha so'mlar bilan chiqishi mumkin? Premenni 25-27 atrofi chiqib boradi kredit. 25-27 milyon so'm atrofida chiqib boradi, to'g'rimi? Necha oyoq chiqishi, gazalar shunday bank bilan so'lashib, tushuntirib berasizlar, to'g'rimi? Metal mashinamiz kreditda. 3 yil chiqadi. 3 yil chiqadi, to'g'rimi? Oylik to'lovini kelishib beramiz, gaplashib. Ha, oylik to'lovini gaplashib kelishib beradilar, to'g'rimi? Agar naqd bo'lsa, hadin nazorat bersa, yetar-yetmasalar bir oy 2 oy qarasang bormi? Havo. Qarashib berasizlar, to'g'rimi? Ya do'stlar, yo'q qurollarimizni. Mashina ichida kraska yo'q axir.
10 terabelden krelli bir karışında kraski var. Kanyana hem yeni görsün. Azrak yerinde klassik var, doğru mu? Aa, Erzin Petnosu var. krevleri. Doğru. Dostlar, ikinci maşinimiz Matiz boladı. Hala Matiz hakkında azrak malumat versen bana. 2008 yıl işlep çıkarılgan. 2008. Hava, metanı 4 tane yumuşak balonu var. İşler döşerip tuttu. Full maşinimiz. Ne dostlar? Hemen ses teyar bunu. Yürügenince Yürüyene 160 bin yurt tuttu. 160 bin yürüp tuttu. Hava. Yılı senenin? 2008. Yılı 2008, doğru mu? Tamam. Narkı son? Narkı 28 milyon son. Narkı 28 milyon son. Ondan süperledi bu. Gelişip kaytıp veremiz. Yarış süperledi. Buna şu bir yarım ay karasanı var mı? Yeter mesela durayım. Göremiz ama gelse gepleşip. Ya üstünde yaklaşıp yarış süper öğrensiler. Ne tanımam maşını? Metanı hemen sesi var teyar. Teyar tuttu maşını. İkinci maşinimiz Kobuk dostlar. Yılın çıta Kobuk mu? 2021 yıl. 2021, doğru mu? Hava. Metana var mı? Full maşinimiz 4 inç paketler metan. 4. pakalayla metana bile. 4 tane paket yumuşak balon, çikol, polik, bar, hemen ses tazadan nölden koyup tuttu. Bir tane kendisi gelse edip gider gerek, doğru mu? Hava. Teyar maşinimiz. Markıtçasın. Narkına 125 milyon son playtamız gelişip veremiz. 125 milyon son maytaladı. Bundan hemen bir çayet gelişip verirler, doğru mu? Hava. Kreditler açacağız ama tarafına çıkışı mümkün. Kredite 25-27 milyon son tarafında çıkıp paradı maçın. 25-27 milyon son çıkar, doğru mu? Tamam. 3 yıla çıkar. 4 yıla çıkardı. 4 yıla, doğru mu? Hava. Maşinin metana var ha. Full. Hemen ses teyar. Çikol, polikle tazadan koyup tuttu. Şatkanımız değil, bir tane kendisi ilgisi gelip edip gider Tamam. gerek. İkinci maşinimiz Topuk Boğa dostlar. Bu MCM mi bu? Yok. Midnight özü bu. Ben Mintlight'ın özü bu. Tamam. Dostlar. Sala falan da dörtler yani dostlar. Şot nölde. Shot. Beri salondan gelip tuttu 48 kilometre. 48 kilometre yurt tuttu. Bir gün Tamam. salondan getirdi, doğru mu? Narkınça son. Narkı devlet bakasında veremiz. 156 milyon. 156 milyon son devlet bakasında Gelişten verirler. veremiz onu. Ondan geliş verirler, Tamam. doğru mu? Yani dostlar, yurtlarlarız deyin. Yeter etmezine durayım mı amazırak? Yeter mesela durayım yokkudan hafta kredi nak barter var. Ha, barter kredite çıkardı, doğru mu? Tamam. Kreditten yıla çıkardı. Kredite bu 5 yıla çıkardı. 5 yıla çıkardı. Tamam. İçe sonradan çıkışı mümkün. 40 milyon son yani bilen çıkıp paradı. 40 milyon son etrafında çıkıp paradı, Tamam. doğru mu? Dostlar, ikinci maşinimiz Matiz boladı. Maşinin sivetine birden Allah basıp koysalar dostlar. Matiz hakkında azırak bir malumat versek. Matiz 2009 yıl işlep çıkarılgan. 2009. Metanı 4 tane paketinde yumuşak balonları, Yumuşak çikolu, balonlar koyduk. poliki hemen sesi var. Deflektorla koyulgan, Pioneer orijinal mikrofonla hemen ses teyar tuttu. Salon kısmını gösterip ötemiz dostlar. Yani dostlar görüp durallarız. Yürüyen Privek'in çel yürüyen maşin. Yürüyen Praveki. 198 bin yurt tuttu yani. 198 bin yurt tuttu, doğru mu? Tamam. Yani dostlar. Motor kadaylarım remontlanıp tuttu bunu. Maşin full. Hava. Kendisi iyi yattı, kilitini beydep gitar adam, Tamam. doğru mu? Metana var maşin, doğru mu? Hemen ses teyar, puan dumardan. Planlı barsan, Tamam. çözüm. 22 milyon son olsa veremiz abi. 22 milyon olmasa berberler, doğru mu? Hava. Yani dostlar. Azırak yeter etmezine durayım mı? Göremiz abi, gel peşeremiz. Üstünde gelişler, doğru mu? Yani dostlar. Dostlar, ekranda telefon nömrələrini kaldıramız. Maşınlar hakkında kimler kızıqarlıqlı malumatlar, kızıq adamlar olsa, telefonu bağlansazlar, silahın haqqında gəlişdirib bərilədir. Yetkəcən vaxtlarınıza razı olasınız. İkinci videoda görüşüncə sağ salamat olun. Sağ olun, boy olun.